Alloh beraman desa hech gap emas ekan. Ey, mana shu yerga borib, fermer paxta ekkan ekan. Shay kelib ketdim. Bag'it aruz hosil olyapman. Pulam o'ta ko'payib ketyapti. Qistalar. Meni ham eplolmaydi shekilli turishidan. O'qisalar, avtohavus yonidan chiqdimmi? Yo'q. Avtohavus xalqqa beradigan Jiguli shumi? O'kala. Va kelgin, bu metallom bu. Iya aka, keling. Keldim. Nima gap? Xalqqa beradigan Jiguli shumi? Yo'q, bu metallom aka. Xalqqa beradigan mashinamiz boshqa. Yuring ko'rsataman. Voh, qo'rqib ketibman men. Torbiza. Yiqsalar yonimda yursin bu. Voh, avtohavus proyekti zo'r o'lyapti-kanmi? Voh, Jigulini proyektini qarang. O'zbekistonda yagona eng chempion Jiguli shu bo'lsa kerak. Avtohavus proyekti zo'rini boshlashga boshlabsiz. Biz obunachilarimiz buni yutib olish uchun nima qilish kerak? Shartlari juda ham oddiy aka. Avtohavusga obuna bo'lib, layklar bosib, videolarga kommentariyani bang'illatib, podpishka berib tursa bo'ldi. Xo'p, buni endi qarangda, buni rangi qanaqa bo'ladi, diskalari qanaqa bo'ladi, o'shani ma'lumotini ham bering-da bizga. Aka, shunga o'ylanib turibman. Ranglarni ham neobishni qilamiz, diskalarni ham umuman boshqacha qilinadi. Zavod holatiga yig'aymi yoki bo'lmasa tuning holatiga yig'aymi? Xo'p, kommentariyaga tashlaylik bo'lmasa, kommentariyada aytib Xalqimiz nima deydi ekan? Kommentariyaga yozib qoldiringlar, buni zavod holatiga yig'aylikmi yoki bo'lmasa tuning holatidami? Uka, yangi yilgadir bitadimi mashina? Bitadi aka. Yangi yilgada xudo xolasa 300 ming bo'lasan. Yangi yilgada bitirib mashinani bermaydigan bo'lsang, ishtorasini ko'rasan, shunda qilsa o'ldiraman. Aka, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi. Sirazi 300 ming bo'lyapmiz, yangi yilgacha berilyapti. Atlido holatda. Bo'ldi. Podpishkani bosamiz, nihoyatda. Do'stlar, Joninglar sog' bo'lsin.